Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya yani muhakeme hem leksiya hem bizden silahı tapşırdığın sözleriyle vaziyetimiz vatandaş. Bugünkü istağı 2024 yıl 5. ayının 21. gün haftığı Seyşembe vatandaş. Tünü günlerden mesela 20. günü Taybey'de yeniden sayılanan Prezident Layçing'de efendinin vazifeye olturuş murasimi bulup öttü. Bu murasimde iki cümle söz kılındı. Mesela biri bunun kona devamlı tekrarlanıp gelivatkan söz deseniz mi? Mesela Cungo yaki Tayvan ezelden tatip birbirine mensup bulup bakkan emas. Yaki biri başqurgan emas. Bu tamam ketdi. İkinci yeni sözlep menen his kılgınım yeni ibare. İgilik, hukuk bolsulu devlet boludu. Mana bu bir hüküm şekillik yeni söz, yeni ibare. Yani bunun manisi igilik, hukuk qayerden kelidi? Demokratik ellerde saylam tertibi, sayılış tertibiyle kelivatkan demokratik ellerde bu hukuk. Yani igilik hukuk saylam arkalı koyutuk kelidi. Şuna dedi ki, Layçing'de Tayvan'da igilik hukukluk devletinin prezidenti bulup saylandı. Şuna Tayvan'daki bu hükümet, bu devlet igilik hukukluk devlettir demekçi oldu. Muşunun bilen aytkanda hazır Cungo Kompartiyasiga bir hırs ilan kıldı. Yaki Cungo Kompartiyasiga qarab turib bir noktada yaki bir söz ibarada bir g'alba qilish xarakterlik bir söz ibarını Cungo Kompartiyasiga evet deyseniz buludu. Şunu tünügün artıqça yani deb bolmaganlığı üçün ben sizlerge leksiya sözlümedim. Dekin ben bir kütüp doğdum vatandaşım. Kütüp durgan adısınım ya kütüp durgan işneyme. Mesela sizge başta sözlüdü hazır Tayvan'ga murasim ötküzüldü. Tayvan'da ötküzülgen murasimga qatnaş üçün Amerika'nın vekiller ümige. Yaki murasimga qatnaş üçün Tayvan'ga yetip gelgen Amerika Qo'shma Shtatlari vekiller ümigining içinde Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bor. Mike Pompeo mushqatimqi yig'inda yoki mushqatimqi murosimda yoki murosimdan keyin nima so'zlaydi? Men diqqat qilgan naqta shu edi vatandosh degandek davlat sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shu nutqni so'zladi vatandosh. Ondan keyin sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ni Tayvan'dan yeniden saylangan vazifege olturgan Prezidenti Layçing'de görüşüp salamlaştı. Vatandaş vekili Amerika Qo'shma Shtatlari vekiller ümigining içinde Mike Pompeo bilen görüştü ve salamlaştı. Yani ben muşunu saklab o'tirdim. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nima so'zlaydi degan so'zga qarab o'tirdim. Çünkü bu nutuk Mike Pompeo so'zlaydigan nutuk Tayvan'daki murasimga rang beradigan, Tayvan'da o'tkazilgan murasimga obraz beradigan yoki Tayvan'da o'tkazilgan prezidentning vazifasiga o'ltirish murosimiga simvollik ma'no bag'ishlaydigan nutuk. Shundoq bunu da bo'lishi kerak. Bunu siz ham kutib turibsiz, biz ham kutib turibmiz vatandoshim. Şundaq bo'lishi kerak. Shunday qilib vaqtim sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan'da huquq o'ltirish yoki vazifa ijro qilishga o'ltirishdan iborat murosimda nutq so'zildi vatandosh. Siz avval bu nutqning materialini o'qing, materialni sizga topshiray. Undan keyin endi yana muhokama qilishimiz vatandosh. Qarab turing ha. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan'ın egilik, hukukluk, müstakil devlet ekanligini e'tirof qiladigan vaqt keldi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 5. ayning 20. kuni Tayvan erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Mavzuni yana bir o'qib o'tay vatandoshim. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan'ın egilik, hukukluk, müstakil devlet ekanligini e'tirof qiladigan vaqt keldi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar
5. ayının 20. günü Tayvan erkinlik vakit gazeti e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo xabar mundaq boshlandi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanga kelib 5. ayının 20. günü Tayvanda o'tkaziladigan prezident Lai Ching-tening vazifaga o'ltirish murosimiga qatnashgan edi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 5. ayının 21. günü yeni nashr qilingan kitap tarqitish va imzo qo'yish murosimida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Hozir navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan eginlik huquqliq davlat deb e'tirof qiladigan vaqt yetib keldi. Takrorlayman vatandoshim. Navbatda yoki hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan eginlik huquqliq davlat deb e'tirof qiladigan vaqt yetib keldi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanda murosimga qatnashgandan keyin kitap tarqitish yoki imzo qo'yish murosimida yuqoridagi so'zildi vatandosh. E'tirof qiladigan vaqt yetib keldi. Bundaq ifoda bildirish diplomatiya sohasida ifoda bildirish bo'libla qolmasdan o'xshashli yana real holatni e'tirof qilishdir. Shunda ifoda bildirish diplomatiya sohasida e'tirof qilishli bo'libla qolmasdan balki yana real holatni o'xshashli yana real holatni e'tirof qilishdir. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bugun Janrufa Fond jamiyatining Formusa Fond jamiyatining yani Formusa Cumhuriyet yig'iniga Formusa Cumhuriyet yig'iniga qatnashib nutq so'zladi va savollarga javob berdi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo maxsus nutq so'zlaganda bunda ko'rsatdi. Demak, bu nutq maxsus nutq ekan. Juma diqqat vatandoshim. Maxsus nutq so'zlaganda bunda ko'rsatdi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni eginlik huquqliq davlat deb e'tirof qiladigan vaqt yetib keldi. Hozir navbatda Tayvanni Amerika Qo'shma Shtatlari eginlik huquqliq davlat deb e'tirof qiladigan vaqt yetib keldi. Tayvan eginlik huquqliq mustaqil davlat. Tayvan eginlik huquqliq mustaqil davlat. Diqqat vatandosh, bu yerda Tayvan egizg'anlyapti juma. Nima Junhua Mingo, nima Kuomintang Mingo, yana nima Kongo Mingo u gap yo'qmi? Hargiz yo'qmi? Diqqat. Tayvan eginlik huquqliq mustaqil davlat. Mening bunda ifoda bildirishim, diplomatik ifoda bildirishim bo'libla qolmasdan o'xshashli yana reallikni e'tirof qilishdir. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yuqoridagi nutq so'zli deb vatandosh. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bunday ko'rsatdi. Reis Xi Jinpingning birlikka keltirish to'g'risidagi so'z iboralari bu siyosiy tashviqotdir. Reis Xi Jinpingning birlikka keltirish to'g'risida so'z iboralari bu siyosiy tashviqotdir. Bundaq tashviqot faqat bolalarni, tarixni tushunmaydigan kishilarning kayfiyatini o'zgartirishni maqsad qiladi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bunday ko'rsatdi. Tunigan o'tkazilgan vazifaga o'ltirish murosimidan ko'rilish qilinadiki. Ya'ni Lai Ching-te vazifaga o'ltirish murosimidan ko'rilish qilinadiki. Tayvanning o'zining davlat territoriyasi bor. Tayvanning o'zining o'z oldiga xalqaro savdo yo'li bor. Tayvan Jungodan mustaqil turayotgan bir gavda. Jungoning hukmronligi bo'lmagan bir gavda. Tayvan Jungodan mustaqil turib yashayotdi. Tayvanga Jungo hukmronlik qilayotgani yo'q, bir gavda. Tayvan mustaqil bir gavda.
Tayvan bugün bir tarihi fursatni baştan kechirib o'tdi. Xalq saylama orqali vujudga chiqqan bir hokimiyat tinch yo'l bilan huquq o'tkazib berish va huquq o'tkazib elishni davomlashtirib o'tdi. Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Tayvan munosabatlari qonunning doirasi ichida Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini yetildirishi lozim. Bu Amerikaning qonuniy majburiyati bo'lib qolmasdan, uningdan boshqa yana bir betar axloq majburiyatidir. Uningdan boshqa yana texmi betar, texmi yaxshi axloq majburiyatidir. Tayvanning o'rni intayin muhim. Hindi okean va Janubiy dengizning darvozasidir Tayvan bo'g'zi. Tayvan bo'g'zi Hindi okean va Janubiy dengizning o'tish yo'li, karvoy yo'li, dengiz qatnash yo'li yoki darvozasidir. Agar Tayvan jungoning tizginlashi ostiga tushib qoladigan bo'lsa, Hindi Tinch okean rayonining huquq muvozanatida intayin zo'r o'zgarish hosil bo'ladi. Hatta Janubiy dengiz vaziyati to'qinishga olib keladi. Janubiy dengiz vaziyati to'qinishga olib keladi deb ko'rsatdi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Alqishlaymiz, qo'llaymiz sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Men dedimki boshda Mike Pompeo'ning bu qatim Tayvanda prezidentlaychindi vazifaga o'ltirish murosimi o'tkazganda va undan keyin Tayvanda yangi nashr qilingan bir kitobni jamiyatga tarqitish va shu kitobga imzo qo'yish murosimi o'tkazilganda maxsus so'zlagan nutqida sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yuqoridagi so'zni qildi. Endi buning ichida sizlar diqqat qiladigan bir muhim nuqta bor vatandosh. O muhim nuqta nima desangiz, o muhim nuqta bu yerda hozir bugun sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo debdiki Tayvan. Tayvan deb eg'iz qapti. Tushundingizmi? Bu ajoyib zo'r siyosiy qimmatga ega ibora vatandoshim. Uyaga qaytib kelgan Gomindan hozir Tayvan yetib o'tadi. Uyaga qaytib kelgan Gomindan bir qancha qatimliq saylamda hokimiyat beshiga yetib keldi. Uyaga qaytib kelgan Gomindan ayni chog'da e'tirof qilingan davlat. Bo'libmi birinchi qatim tarixda 1928-yili Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilgan davlat. Bu hozir Tayvanda. Biroq bu yerdagi farq nima? U yana Xitoyning siyosiy partiyasi. U yana Xitoyning hokimiyati. U yana Xitoyning navbatlashib Tayvanda saylam qilayotgan bir partiya, siyosiy partiyasi. Bugun partiyalarning qanday qilishidan qat'iy nazar, bugun biz deyotgan navbati keldi e'tirof qilishdan. Navbati keldi tarixiy fursati yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilishdan. Tayvan. Tayvan egilik huquqli davlatdir. Tayvanning o'z oldiga xalqaro savdosi bor. Tayvanning o'z oldiga davlat territoriyasi bor. Tayvan egilik huquqli davlat masalan, navbatdagi Tayvanning prezidenti Lai Ching-de murosimda so'zlagan nutqida degan so'z bo'yicha Tayvan egilik huquqli davlat. Hozir bu yerda takrorlanayotgani qandaqli Junhua Mingo, qandaqli Kuomintang partiyasi, qandaqli Jungoning ichki ishi va zemini degan so'z emas, balki nuqul holda Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan degan mush ismni yoki Tayvanning egilik huquqini e'tirof qiladigan vaqt yetib keldi deydi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Yani esinglarga salay hurmatli vatandosh, 2021-yili 3-oyning 18-kuni Alyaska suhbati. Alyaska suhbati Amerika Qo'shma Shtatlari
yuqori darajalik amaldori, navbatdagi davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Amerika Qo'shma Shtatlari asray Prezident Joe Bidenning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan, Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbat vakili Yang Jiechi, Jungo hukumatining diplomatiya amaldori ikkinchi Wang Yi, Jungo hukumati tashqi ishlar ministrligining ministri. İki devlet vekilleri, söhbet vekilleri Alyaska'da söhbet ötküzgende ve keyin muhbirleri söhbet ve fikir bayan kılgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken şu vaqtda nima dedi? Birinchi bo'lib Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang, Tayvan, Shangang, ya'ni Hong Kong Jungoning ichki ishi emas. Herkes Jungo'nun ichki ishi emas. Shu yili 10 oyning 26 günü 2021 yil 10 oyning 26 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken butun dunyodagi demokratik ellarga va tinchlikparvar ellarga chaqiriq e'lon qilib nima dedi? Biz o'rnimizdan dast turib Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirishini qo'llayli va buni qo'lga keltiraylik. Aradan 4 yil o'tdi deylik. Aralıqda va bundan burun ham 2021 yili 11 oyning 12 kuni shu vaqtki sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan Jungo'nun bir qismi emas deb birinchi qatim jakarlagan edi. Vatandaşım, Tayvan Jungo'nun bir qismi emas deb birinchi qatim jakarlagan. Bugun sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 5 oyning 20 kuni Tayvanda saylangan yangi hukumat, yangi prezidentning vazifaga o'ltirish murosimi va undan keyingi qaysi bir kitob imzo qo'yish murosimida yana maxsus nutq so'zlab vatandaş nima dedi? Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvanning egilik huquqli Tayvan ekanligini va egilik huquqli davlat ekanligini e'tirof qilish kerak. Bo'ldimi vatandaş, mana leksiya degan. Bunda tayyor bo'ldi, bunda so'zlaymiz odamlar so'zligidek. Siz anligidek, men so'zligidek xabar bo'lsam, shunda so'zlaymiz vatandaş. Tunigun bir kun saqlab o'tirdim, bu xabar keldi, men sizlarga yetkazdim. Bu yerda sizlar diqqat qiladigan eng muhim nuqta egilik huquqli davlat Tayvan. Tayvanning egilik huquqli davlat ekanligini navbatda balki hozir Amerika Qo'shma Shtatlari e'tirof qilish kerak.